Assalamualaikum, Yakub Uxos obunachilar, aziz mijozlarimiz. Bozoryandan kvartira so'radingizlar. Shunday katta kvadratda kvartira chiqdi. 77 metr kvadrat 3 xonali. Yaqinlar qaranglar, 5-qavatdamiz. Giraversin shuningdek prixожий zona katta bo'lib tushgan bu yerimiz yana. Birinchi chetdan ko'rib ketamiz, planirovkasi вообще zo'r ekan. Qaranglar, bu yerda girgandan o'ng tarafda zal. Shunday katta bir zal tushgan bu yerdan. Shu bu yerimiz kuxnya. Alloh xudodir. Полный kuxonniy jihozlar hammasi sig'adi. Bu yerni ko'cha tarafini sirroz bir ko'rsatib o'tib keting, qaranglar. Bu yerimiz bu Dinamo stadion. Shuni yanda bilsangizlar, unda qirg'izyapti Bozoryanni. Poliklinikaning to'g'risi bo'ladi. Unda Anna mehmonxona. Shu yerda Novostroyga shuni orqa tarafi. Ko'rdingizmi? Men Novostroyga bu yerda Dinamoning yanında dik. Bu tarafni tushuntiradigan bo'lsam, bu Esenboy ko'cha, kadastrning yanındagi toza dom. Qaranglar, bu yerda tualeti, vannasi alohida bo'ladi. Xohlasangiz buni bir aytib bersangiz ham bo'ladi. Bu yerimizda spalni. Buni bir desk aytib bersangizlar, bu tarafda ota-onalar spalnisi qilsa bo'ladi. Sababini tushuntiraman. Mana shuni deganimmi, qaranglar, bu yerda o'zini garderobi bor. Shkaf qo'yish shart emas, to'g'ri shurab garderob Zötüp beraverasizlar. O'zini ko'rib turganlaringizdek, hadini o'ynasam bor. Yaqinlashib kvartiramiz Primoy egadan hozir Ramazon aksiyasi bilasizlar, chasta egan mo'min qaldiraman. 77 metr kvadrat, 3 xonali, 5-qavatda bozorni dikkan dim ko'p so'radingizlar. Narxi вообще arzon. Qaranglar, 1 metr kvadrati 5,5 million so'mdan so'rashgan narxlarda, lekin paslangan nomeri hujjatlar tayyorladingiz, o'zlashimdan bir ko'rik notarslar sanaverasiz.